Erondagi keskin vaziyat fonida yana harbiy harakatlar kuzatilmoqda. Ochiq manbalarda tasdiqlangan xabarlarga ko'ra, AQShning strategik B-52 bombardimonchi samolyotlaridan biri Qatardagi Al-Udeyd aviabazasiga qo'ngani ma'lum qilinmoqda. Ushbu baza AQShning Yaqin Sharqdagi eng yirik harbiy obyektlaridan biri hisoblanadi. Mutaxassislar fikricha, bunday samolyotlarning mintaqaga joylashtirilishi odatda kuch namoyishini va ehtimoliy harbiy ssenariy tayyorgarlik belgisi sifatida baholanadi. Ayniqsa, Eron atrofidagi keskinlik kuchayib borayotgan bir paytda bu voqea xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Hozircha rasmiy tomonlar bu harakatning aniq maqsadi haqida batafsil izoh bermagan. Shunga qaramay, mintaqadagi vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda. Sizningcha bu harbiy faollik vaziyatini yanada keskinlashtiradimi yoki bu faqat ogohlantiruvchi signalmi? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Voqealarni kun nigohi bilan birga kuzatib boring.